gap bo'lishi mumkin emas, lekin bor-ku. Endilikda Xitoy elektromobillarining narxiga mazza qilib BMW X7 haydab yursangiz bo'ladi. Uni ustiga kapitanskiy sizenada gap yo'q. Videoni oxirigacha ko'rib turing, juda ham zo'r narxda chiqyapti. Sotuvimizga BMW X7 X-Drive 40i individual kelib qoldi-yu. Gap isbot bilan ko'rsangiz bo'ladi. BMW individual deb yozib qo'ygan. Bilasiz, individual bo'lgandan keyin avtomobilga qo'shimcha dop opsiyalar qo'shilgan bo'ladi. Bu avtomobilimiz ham juda ham bogatli komplektatsiyada, lazerli optika faralar bilan jihozlangan. Juda ham jerskiy vidga ega bo'lgan avtomobil. Fikrlarni pastki izohda qoldiringlar, qaysi biri bo'lak agressivniyroq, yangi chiqqan versiyasi yoki eskisi. Gap yo'q. Avtomobilimizda полностью M paket, 360 gradus kamera, dатчик спуск, бесключевой достуp, davotchiklarigacha mavjud. Qoraga qora aziz do'stlar, Harman Kardon akustika sistema. Gap yo'q. Head-up display, podstakanniklarimizni isitadi, sovutadi. Pnevmopodveska va uncha X7da bo'lmagan opsiya, ya'ni off-road rejimlarigacha mavjud. Беспроводная зарядка, потолкlar полностью Alcantara va Sky Lounge. Mazza qilib bosib qaytaveradigan avtomobil. 3 ta qatorli kapitanskiy sizenalar bilan jihozlangan. Hamma sizenalari elektroprivodda olasiz, mazza qilib haydaysiz. Meni fikrim bo'yicha qanaqadir Xitoy elektromobilining o'rniga mana shunaqa avtomobilni haydab yursangiz, undan zo'r. Narxiga keladigan bo'lsak, 84 ming dollar davomimiz. Ma'qul kelgan bo'lsa, pastki raqamlarga telefon qilib baraka qilib yuborsangiz bo'ladi.